Kim bu narsani bilsa, daromad qilibdi, ya'ni foyda qilibdi. Kim bu narsani bilmasa, demak zarar qilibdi, ya'ni pul ketkazibdi degan narsa. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Bitta savolim bor. Aksiya sotib olishda telefon priложениyadan kirib tushuntirdingiz. Bu tushunarli. Lekin bitta videoyingiz bor-ku, murakkab foiz aslida murakkab emas degan videoda ham uzoq muddatli aksiyalar sotib olasizlar deb aytdingiz. Lekin u yerda boyagi narsa bilan ikkalasi bittami demoqchimanda, yoki bu yoqqa alohida aksiyalar, ya'ni bo'limi bormi yana o'sha yerda sotib olib qo'shib qo'yishga? Mana shu narsaga ozgina tushunmadimda. Boya priложениyadan kirganda xo'p aksiyalar sotib oldik, uni kerakli vaqtda sotishimiz ham mumkin. Bu murakkab foizli aksiyalarda esa qayerdan sotib olamiz u yerda? Shunaqa bo'limi bormi yoki boyagi bilan bittami ikkalasi? Bunaqa bo'lim yo'q. Bitta narsa, murakkab foizni faqat aksiyaga emas, boshqa narsalarga ham yo'naltirish mumkin. U bitta 8-mo'jiza desa bo'ladi-da bu. 7-mida. Nechta edi mo'jiza o'zi? 8-mo'jizalardan bittasi murakkab foiz deb aytishadi, sложный процент. Kim bu narsani bilsa, daromad qilibdi, ya'ni foyda qilibdi. Kim bu narsani bilmasa, demak zarar qilibdi, ya'ni pul ketkazibdi degan narsa. Ma'no bor-da bu yerda. Ya'ni sizlar mana hozir aksiyalar oldinglar, mana kimdir hozir aksiya olgan. Mana shu ko'pchilik shogirdlar aksiya olishgan. Mana shu guruhdan ham, VIPdan ham, oddiy standartdan ham. Mana hozir olib qo'yishgan va sotishmayapti. Ana ushlab turishdi. Va keyingi oy ham pul qo'yib, $100 $50 qo'yib, yana aksiya olsa, o'sha murakkab foiz ketaveradi, bo'ldi. Har oy murakkab foiz ishi, vazifasi pul qo'yib aksiya olish, bo'ldi. Alohida tarif yoki alohida qanaqadir kimgadir pul berishingiz kerak, unaqa narsa yo'q. Bu murakkab foiz o'zingizga bog'liq. Oyiga $500 qo'yib boring, qancha bo'lib ketadi bu? Oddiy narsa. Va o'sha pul qo'yasiz, aksiyalar olib borasiz. U murakkab foiz bo'yicha ketyaptimi yo'qmi, u o'zingizga bog'liq. Qancha uzoq ishlasangiz, murakkab foizi vazifasi u yillab, 5 yilmi, 10 yillabmi shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Boyagidan alohida shot yo'q umuman unaqa murakkab foiz bo'yicha. Murakkab foizni biza ko'pchilik voy aksiyalarga ishlaydigan bo'lsa juda ko'p pul kerak ekan deb aytishadi-da. Har qayerda juda katta pul bo'lsa, yaxshiroq daromad qilish mumkin, lekin puli yo'qlachi, lekin aksiyada daromad qilgim kelyapti desa, xatabi shu. Ozgina-ozginadan shu puliga yarasha aksiyalar olib yillab olib borsa, u juda katta pulga aylanib ketishi mumkin. $100 oyiga nima ajrata olmaysizlarmi? Hech kim ajrata olmaydi. Ajrata olmaysiz. Qo'limizdan keladi. Shogirdlarim bor, $500 dan oyiga ajratadiganlar bor. Haligacha ham ishlab kelishadi. Zo'r daromad beradi, xudo xolasa.